ustozlarning shogirdlari ham Buxoriyning darsiga shoshgan. Lekin Imom Buxoriyni bunchalik shuhratini ko'rolmagan kimsalar Buxoroda paydo bo'ladi. Munofiqlar Imom Buxoriyni yomonlar, Buxoroning amiri Xolid ibn Ahmad Azhari degan amirga borib yomonlar. Ya'ni cheklovlar qo'ydi, fitnalar bo'ladi Buxoriy hazratlariga. Xalqqa dars bermasdan saroyga kelib, farzandlariga tanho dars berishini aytadi amir. Imom Buxoriy bir hadis bilan javob berar ekan. Beshikdan to qabrgacha ilmingizda har bir amal niyatga bog'liq. Innamal amal. Mana kecha bugun niyat qo'ydik, Samarqandga kelamiz, ziyoratga bo'lamiz. Buni bo'lamiz, ziyorat qilamiz deb Allohga niyat qildik. Allohga shukr, go'zal joylarda o'tiramiz. Imom Buxoriy bir necha shahar va qishloqlarni kezib, mana shu Xartang degan qishloqqa keladi. Sababi Buxoroda fitnalarga uchradi. Kelishmovchilik bo'ldi. Bu qishloq qadimda Xartang deb atalgan, qadimgi nomi yaqin qarindoshlari G'olib ibn Jabroil yashagan ekan. Imom Buxoriy bir muddat yashadi. Milodiy 870-yil Ramazon oyi. Imom Buxoriy ro'zani kunini tutdi va oxirgi kuniga kelganlarida og'ir kasalmand bo'lib, ahvoli yomonlashar ekan. Buxoriy hazratlarining huzuriga Samarqand ulamolar yig'iladi. Imom Buxoriydan iltimos qiladi, ertaga hayit namozi butun Samarqand ahliga namozga boshchilik qiling Buxoriy deydi. Rozilik bildirar ekan. Qarangki, rivoyat bo'lyapti, safarga otlanadi ertalab. Hayit namoziga ot keltirganda otni bir o'zangiga oyoq qo'yar ekan, ikkinchisiga madori yetmas ekan. Biladi vafot yaqin vasiyat qildi. Men vafot etsam shu qishloq qabristoni Xartangda dafn etilgan deb vasiyat qildi. Milodiy 870-yil Ramazon hayit namozidan so'ng aynan juma kuni salkam olmish 1 yoshlarda Buxoriy hazratlari bu yorug' olamni tark etadi. Aynan mana shu joyda salkam olmish 1 yoshlarda vafot etgan. Qabrlari 5 metr qolsa yerda tegida. Rivoyat bo'larkan, Imom Buxoriy hazratlari dafn etilgan kechasi maqbara atrofidan juda ko'p mushki ambar hidlari taralib ketadi. Odamlar bu yerda juda ko'pchilik bo'lib ziyorat qila boshladi. Ming yillardan beri ziyorat qilib keladi. Mehmonlar o'ng tomonga qarasak chinorlar bu. Bu chinorlar 16-asrga tegishli Buxoro xoni Abdullohxon ikkinchi tomonida 5 ta chinor ektiriladi. Maqbara masjidlar qurdirilgan. Lekin bizgacha chinorlari saqlanib qoldi. Qolgan binolari sobiq Sovet SSR davriga kelib, yuzlab xarob ahvolga kelib qoladi. Nima uchun? Ya'ni SSR paytida yerlarda namozlarga, ziyoratlarga cheklovlar qo'yiladi. Hayvonlarda silitra saqlanadigan joy vazifasida foydalanib kelingan. 1956-yil Indoneziya prezidenti Sukarno janoblari davlat ishi bilan Moskvaga boradi. Va Samarqandga ham kelib ziyorat qilib, bu yerlarni obod qiladi. 1998-yil birinchi prezidentimiz Islom Karimov bu yerda ziyoratga barpo etib, ochganda ko'pchiligimiz kelganmiz. Namozlar o'qiganmiz. Mana mehmonlar bu joy 5 yildan ziyodroq vaqt davomida qayta rekonstruksiya qilindi. 20-mart sanasida ochildi 10 ming kishilik masjid. 10 ming kishilik masjid ayol va erkaklar alohida namoz o'qish imkoniyatiga ega. Minoralari 75 metr. Maqbara balandligi 28 metr. Hurmatli ziyoratchilar. Ziyoratlar qabul, duolar mustajab bo'lsin. Safarlarimiz bexato.